Oka, Xitoydan, Italiyadan siz so'ragan mebellarni zakaz qilib, skeletizga tushirtirib qo'ydim. Endi biza bilan hisob-kitob qilib olsangiz, biza Toshkentga qaytardik. Muzaffar uka, katta rahmat. Har safargidek tez va sifatli ishni bajardingiz. Buxgalterimga uchrasangiz hisob-kitob qilib yuboradi. Aka, xizmat bo'lsa aloqadaman. Ana, zoti past kelyapti. Assalomu alaykum qo'shnilar. Chamayapsizlarmi? Choy qilib beraman. O'sha arzimagan 500 mingiz juda ko'p gapirdingiz-da. 5-10 kun kutsangiz, yana keladi o'sha pensiyangiz. Bo'pti, men chiqib ketdim. Sen yana nima deb ming'illayapsan? Rostiyam dadasi, 3 ta bola bilan qiynalib qoldik. U joyda ishlang siz ham o'rtoqlaringizga o'xshab. Og'zingni yop. O'zim bilaman, menga o'rgatmagin. Ha topganimni sizga beraymi, ro'zg'orga ishlataymi, bolalarga yetkazaymi, nima qilay? Zoti past. Qazisan, qartasan, asl zoringga tortasan. Shuni ko'rsam juda asabim buziladi.